3000 dollar xarajat qilingan Damazimizni oxiri sotib olamiz. Mana navrotlarni bitta ko'ring, полностью qora salon bo'lgan, Alicantara stiklopodъемник, Batman обшивка, полный shumka, tarpetkalargacha alishgan, konditsionerlar muzdek turibdi, yangi isparitelli, injektor qilingan, yaxshi rullarda, registratori, kolonka, gentra сиденье, полный salon shunaqa kojunniy bo'lgan. Kojunniy bo'lib turib, lekin konditsioneringiz bo'lmasa, bu mashinaga minus bo'ladi. Lekin mashinada qilinmagan ishi o'zi yo'q, probegi 3600 km. Yangi yaxshi balonlarda turibdi. Krugovoy tonirovkasi ham yo 9 oy yo 10 oy bo'lishi kerak. Egalari gendaverniski ham beramiz deyishyapti. O'zingizlar olib, misol uchun 3000 dollar xarajat qilaman desanglar, 40 kun, 1 oy o'chirib turasizlar, vaqtingiz ketadi. Biz sizga tayyorini taklif qilamiz, xudo xolisa. 909 megagar pultlarigacha bor, original pultlarigacha. Mashina 3600 km yurgan, voy konditsionerlari lekin bor, Gentrakidan zo'r ishlayapti. Kojunniy sideniyalarda maza qilib bosib yuboradigan joyi, lekin foydalaninglar, pastda nomer yozib qoldiramiz. Egalari xudo xolisa gendaverniski ham beramiz deyaptilar. Lekin o'zim olib qo'ysammikin, shu mashinani o'zimni Damazimni sotib, go'zalligini bitta ko'ringlar. Gap yo'q. Pastda nomer yozib qoldiramiz aka.